Xo'p, bizda keyingi savol. Demak, Hadiyatullo qimmatli aksiyalar olib, uni sotadi. U bir aksiyani $2000 ga oldi, bir oy o'tib $2400 ga sotib yubordi. Afsuski, bu qimmatbaho aksiya narxi sotib yuborilgan narxidan $400 ga ortdi. Bu vaqtda Hadiyatullo uni qayta sotib oldi. 2 oydan so'ng bu aksiyani $3300 ga yana sotib yubordi. Hadiyatullo shu vaziyatda necha dollar demak foyda ko'rdi deyilyapti. Demak, ko'rib chiqamiz. Birinchi holatda u olgan aksiyani $2000 ga olganda sotyapti $2400 ga. Shunda u $400 foyda ko'rdi. Oddiy mana juda ham $400 oddiy foyda ko'rdi. Undan keyin qimmatladi va $400 ga qimmatlashdi sotgan narxidan. Ya'ni 2400 bo'lsa $400 qimmatlashgan bo'lsa, endi o'zi qaytarib sotib olyapti $2800 ga uni qayta sotib olyapti. Va undan keyin Hadiyatullo uni yana qayta sotib yuboryapti, $3300 ga yana sotib olyapti. Va $2800 ga olgan narsasini $3300 ga sotgandan keyin yana foyda ko'ryapti. Birinchi holatda ham olib sotganda ham foyda ko'rdi, ikkinchi holatda ham olib sotganda foyda ko'rdi. Va bu holatda $500 foyda ko'ryapti xolos. Ya'ni demak $2800 ga olib $3300 ga sotgani uchun $500 foyda ko'rdi. Hammasi bo'lib bizda demak ikkala holatda 400 ga 500 ni qo'shib qo'ysak $900 foyda ko'ryapti. Bu javob A ekan.